Ramazonda sizga ikkita yaxshilik ilindik. Birinchisi pul yoki quti. Bu birinchisini ichiga kiradi, ikkinchisi alohida. Birinchi yaxshilik tanlang, pulmi qutimi? Pul beravering, pul sizlarga beraylik. Alloh rozi bo'lsin. Oz bo'lsa ham iftorlikka. Katta rahmat, assalomu alaykum. Ikkinchisi, asosiysi, mana shunga ismingiz bilan 1500 so'm yozib berasiz. Mana bu qilgan savdoyingizdan 5% ni siz nomingizdan madrasaga ehson qilamiz. Nima qilishim kerak hozir bergan? Hozir ismingiz bilan 1500 so'm yozib bering. Inshaalloh mana bu qilgan savdoyingizdan shuncha qismini sizning nomingizdan o'tkazamiz. 1500 bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsiz Ramazon bilan. Inshaalloh buning natijasini ham ko'rsatamiz. Siz hozir pul berishingiz shart emas aka. Ha. Yo, men bering. Biz savdo qildingiz. Ha, bo'ldi. Ha, tushundingiz lekin tushuntirib. Bizning maqsadimiz shu, daromadimizni madrasaga ajratganmiz. Men ham qilsam necha qo'shib. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat. Kelib turing, rahmat. Sog' bo'lasizlar. Xo'p, rahmat. Xo'p, bo'ladi.